obunachilar, bugun mana xudo xolasa 28-noyabr soat 9:52 juma yomlaring muborak bo'lsin. Juma kuni video olinyapti. Hali hanuz Pink Lady Rose Globe olmasi shoxida turibdi. Bu olma nima sababdan shoxida turadi? Kech, eng kech, bexini ham eng kech meva deyapmiz, xurmoni ham eng kech meva deyapmiz. Lekin bu eng kechki meva shu olma bo'lib chiqyapti, chunki bozib bexi ham qolmadi, daraxtlarda xurmolar ham deyarli qolmadi. Buni ham zinachi saqlab ushlab tursa bo'laveradi shoxida, mana ko'rib turibsizlar. Birov buni ilib qo'ygan yo'q. Videolarda ko'p noto'g'ri kommentariyalar yozyapsizlar, akalar. Juda bir xafa ham bo'ldim bir xil kommentariyalarni ko'rib. Sababi o'rik qo'ydik. O'rik tabiiyki may oyida, iyun oyida pishib tugagan. Biz ko'chatchimiz, maqsadimiz shu bog'larga kelamiz, videolarni qo'yamiz. Masalan, mana shu olmani qo'yayapman. Mana shu olmani menda ko'chati bor deb qo'ymoqchiman. Buni tushunishlaring kerak. Qo'yapman video, o'rikni videosini. Allohdan qo'rq, Alloh kifoya qilsin. Yolg'onchi. Ha, u tabiiyki o'rik pishmaydi-ku hozir. Mana olma shoxida turibdi. Shunaqa kommentariyalar yozishsa oldin iltimos sizlardan oxirigacha ma'nosini eshitinglar. Yozavermasdan. Diqqat to'p bo'laman-da manjitcha, mana. Ko'rib turibsizlar. O'rtoqlar, olma Pink Lady Rose Globe shoxida turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa, shu negativchilar kelinglar. Shoxidan uzib yeb, ko'chatlari mana bu tomonda ko'chatlarimiz bor. Shuni ko'chirib beramiz, olib ketaverasizlar. Katta gektarlarga bog' qilmoqchi bo'lganlar xuddi shunaqa intensiv shaklda ham bog' qilib berishimiz mumkin. Bu M9 payvantayda. Bizda 106 payvantayimiz qoldi, yarim pakana, istalbasin shart emas. Ko'chatlariga bog'lanish uchun qo'shni davlatlarda ham kuzatayotganlar bo'lsa, bizni plus 90lik, plus 998 890 560 5034 ga telefon qilinglar. Dastavka ham bor. Borib yerlaringizni ko'rib bog' qilib berish xizmatlarimiz ham bor. Sog' bo'linglar, videoga like bosishni unutmanglar. Hali bu videolarni qo'yamiz, qor yoqqanda ham xudo xolasa, qorlar yog'sin, yomg'irlar yog'sin, hammamiz bugun duo qilib qo'yaylik. Salomat bo'ling.